Ey, shu cho'loqni ham yetganmisan? Ey, hozir kelyapsan, mahalladagi cho'tirni ko'rib qoldim. Qaysi cho'tir? Ey, mahalladagi Murod bor, cho'tir bashara. Mani orqa mahallamda turadigan. Nima cho'tir bashara deysan, ha? Cho'tir deyman-de. Nima? Yuzini ko'rmaganmisan? Cho'tir bosib yotibdi-yu. Menga qara, yuziga bir piyola guruch sepib borsang qaytib tushmaydi. Nega kulasan? Birovning ustidan kulish yaxshi emas. Mana odatingni hech tashlamading-da, o'rtoq. Doim insonlarni mana shu jismoniy kamchiligini ustidan kuladi. Nima? To'g'risini aytayapman-de. Eski Matiz olibdi. Kibrlanib haydab ketishini ko'rsalar endi, voy. Xuddi o'zini gelikda ketayotgandek tasavvur qilyapti. Murod o'sha eski Matizda tirikchilik qilib oilasini boqyapti. Nimasi yomon? Voy o'rtoq, bunaqa odatlaring. Yaxshi yurlaring, undan ko'ra erkakka borib ovqatlanaylik. To'g'rimi? To'g'ri, qorin oshdi. Shoshmay turlaring, toy kelsin birga boramiz. Voy! Ey, o'sha cho'loqni ham yetganmisanlar? Unga nima bor edi? Odam uyaltiradi-yu. Nega unaqa deysan? O'rtog'imiz-ku, cho'loq deb ajratib qo'ydingiz-ku. Ha, uning qiton qilib odam sharmanda qiladi cho'loq. Men ustidan kulasan, o'rtoq. Nogiron bo'lsa, toyda nima ayb? Alloh uni shunaqa yaratgan. Hozir shunda men tushunmadim. Yaratuvchini ustidan kulyapsanmi? Ey, men bor gapni gapiryapman, tushundingmi? Ana o'zlari kelyaptilar. Voy chuqur bor ekan, voy chuqur bor ekan deb. Bekor qolsan lekin. Yaxshimisizlar bolalar? Qalaysan? Mana toy ham keldi. Ketdimi? Hozir 1 minut. Xotinam bemahalda qiladi-de. Alo. Alo, adasi. Ha, nima deysan? Tez gapir. Tez yetib keling. O'g'limiz yonimizdagi qurilish maydonida o'ynab yurib, yiqilib tushibdi. Nima? Oyoq qattiq shikastlangan. Nima deyapsan? Doktorlar bir umr nogiron bo'lib qolishi mumkin deyishyapti.